bor. Hmm. Odamiy bo'lmas vafo andan yiroq, it vafo bobida undan yaxshiroq deydi. Odamdan yaxshi surati vafo qilishda. Mana shu yerda mana ketdimi, turibda, qor yog'adimi, tuman tushadimi, boshqa bo'ladimi? Och qoladimi? Bir to'g'ramdan bitta narsaga qanoat qilib, o'g'lim ham bir soatda turmaydi paylab. Ana. Bildingizmi? Shundan bildikki, Alloh taolo bekarga bu itni jannatga kirgizaman demadi, qitmir itni, ashobiga, g'or egalarini. Bildingizmi? Vafo bobida itga teng keladigani topilmadi. Haligi nima edi? Hatikoni ko'rganmisiz kinosini? Yaponiyani. Yaponiya, Made in Japan, ha? Ana shunday. Alloh taolo hammamizni qadrli, hurmatli, izzatli qilsin. Alloh. Shuning uchun itdan akillashda emas, undan vafoni o'rganinglar deymiz. Vafoni. Savolmi bu? Keyingi Mayli. keyingilarga xudo xolasa. Bu keyingilarga butun dunyoga, jahonga chiqadigan qog'oz berishni o'rgangan. Bu hozir mana shu yerdan nariga ketmaydi. Dunyoni oladigan qog'ozlardan beradigan boyib ketmasang roziman.